Assalomu alaykum Milliy savdo kanalining aziz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari, barchangiz bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Bugun Andijon viloyati Jahonbozor savdo kompleksidan yangi video obzor tayyorlamoqdamiz. Optim gul bozorini so'ragan obunachilarga Optim seshanba va juma kunlari obeddan keyin bo'lyapti ekan. Optim Andijon Jahon bozorida. Bugun 21-mart, hafta kuniga Sayyidul ayyom juma kuni barchangizga muborak bo'lsin deb ushbu video obzorini boshlaymiz. Video obzorini Pelargoniya gullardan boshlaymiz. Aka, nech pul berdingiz buni? Narxlarni aytib qo'ying. Pelargoniyani. Pelargoniya boshqa ranglari ham bormi aka buni? Yo'q, qoldi. Viberlar bor. Nimachi geran? Razalinda-ya bu? Razalin 12 ming so'm. Ko'p olgan ekanmi, bormi? 1000 ta, 2000 ta. Bor. Dastavkachi. Dastavkalari bor. Bularimiz-chi? Bular 8 ming so'mdan. Manzil Namanganda, ya? Manzil nomer 91lik 213 35 raqamlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Telegramlar bor, a? Davom etamiz. Qo'ziqorin gullarni nech pul ekan? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Optimga kami bormi aka? YouTube'ga olyapman. Optimga kami bor. Dastavkachi? Dastavka qilib bera olmaysiz. Manzil Namanganda o'zida. Borish oladi. Teplitsaga borish oladi. 18 qilib beramiz. Oxiri ko'proq. 18 ming so'm qilib beriladi. 3 xil ranglari bor ekan. Xo'p, nimalarchi? Pelargoniya. Pelargoniyalar 11 ming. Boshqa qolsang, bir yo'l. Arzonroq. Tuyuldi menga. Qiziqdim deydi. Qachon kelasiz? Yana pelargoniyalardan davom ettiramiz. Nech pul aka pelargoniya? Narxini ayting. 17 ming? 17 ming so'm. Optimga kami bormi aka? YouTube'ga olyapman gullaringizni. Bitta ochib ko'rsating ichidan. Osam sindirib qo'ymay shoxlarini. Katta ekan. 5 xil ranglari bor aka. 5 xil ranglari bor. Nimachi geranchi? Razalindami bu? 18 ming so'm. Geranlar. Manzil Namangan, a? Manzil Namangan. Telefon raqam bering. 90lik 600 53 22 66 raqamlarga aloqaga chiqishinglar. Manalar nech pul ekan aka? 18 ming so'm mana ochilgani bor ekan. Ushbu bozorimiz haftani juma hamda seshanba kunlari obeddan keyin bo'lyapti. Mo qo'ng'iroq gul. Nech pul aka? 13 ming qilib beraman. 13 ming so'm. Dehqonchilik a? Bularchi? 20 ming. Nomi nima buni aka? Laksina. Bu yil bo'yi gullaydi? Faqat bahordami? Yil bo'yi gulladi. Direktorlar gullar. 20 ming so'm. Bular xaridorlari bor ekan. Davom etamiz. Siz gullar, sizga bular? Siz bilan davom etib ketaylik. Bular aka nima? Reo nech puldan? 13 ming. 13 ming. Siklamenchi? 15. Siklamen 15 ming so'mdan. Bu nima edi? Begonya nech pul? 12 ming so'mdan. Nimachi? Ona nima ekan? Petunya. Bular nech pul? 2 ming so'm. Bularchi? 6 ming. Dualigi 10 ming. 6 ming. Mana onsimi? Dualigi 10 ming so'm. Kalan hoya bu? Kalan. Namanganda aka manzil? Namangan. Mana undan donaga bermaysizmi? Yo'q. Zo'r gul ekan deb menga yoqdi. Nomer bering aka. Dastavka qilib bera olasizmi? 1000 ta 2000 ta oluvchilarga? Dastavka qilib berishadi. Nomer 93lik 93lik 557 557 5550. raqamlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Sizlarda nech pul aka? Bularimiz 13 ming. Bularimiz 13 ming so'm. Ranglari nimasi bilan farq qilyapti bu endi? Pelargoniyada bular. Yangi sortmasi. Nima geranchi? Ha, bular yangi sort. Bulardan oldin Mingdan yangiliklar. Yangilar. O'qlari ham bor. Bunaqa ilib tayyorlab qo'yishibdi. Kamini qilib bersangiz kerak Optimga. 40 ming berdi. Ularga 40 ming so'm. Bular 25. 20 ming beryapsizmi?
25 ming, 30 ming dona. 25 ming berishyapti ekan, 30 ming so'm donaga. Bularchi? 7 mingdan deydi. 7 ming. Nima deydi buning nomi? Seninlar. Senindariya? Bularchi? Bular geran, 10 ming. Geranlar 10 ming so'm. Telefon 90 90lik ming. 552 95 20. 95 22 raqamlarga aloqa qilishinglar mumkin. Begonalar xolasi qishda qolaverammi? Yo'q, bu noyabrgacha ochiladi. Noyabrgacha ochilaveradi, yerga eksa bo'laveradi. Necha pul? Bularimiz tuvalligi 8 ming so'm, kiloyligi 7 ming. Tuvayligi 8 ming, salafan paketdagi 7 ming. Uchi, Bariga tomosha 7 ming. 7 ming. Atir? Atirgul 13. Atirgullar 13 ming so'mdan. O yerda Zalotay ribka necha pul edi? Zalatariki 13 ming, 12 ming qilib beramiz korobkaga. 15 mingdan oldi, yangi osmon. Telefonlar sha? Shu 90 ming. Bu ham sizdanmi? Lyuksilar? Bu necha pul? Ramashkami? Yo'q, bu nima deysan ular? Paketga egasi. Keling, voy. Egasi kim ekan buni? Buni nechta berasiz? Yaxshi gullari bor ekan-da. Charchab qolishibdi. Sizlardanmi? Charchab qolishibdi. Qo'ziqorinchi? Qo'ziqorinchi? Lutkichi? 13 ming, 15 ming so'rta yaqar. Burchi yo'qmi? Buni nomi nima? Nima? Primova. Men YouTube'ga olayotgandim bizlaringizni. Nomer qo'yib qo'ying. Necha? 94lik 437 3152 Optimga dastavka qilib bera olasizlar, men tekin raqamlarga aloqa chiqishlar mumkin. Fikslarimiz yarim metr atrofida necha pul? Narxlarni aytib berasizlar aka. Aka bular 15 ming beryapti. Kichiga 15 ming. Ha. Kichiga 15 ming. Gitarachi? Gitara 20 ming beryapti. Gitaralar 20 ming so'm. Kattasichi? Kattalarni og'iri 25 ming qilib beryapti. 25 ming so'm berilyapti. Bengalchi? Bengal 10 ming so'm. Bunimiz 9 ming so'm berilyapti. Voyenniy 9 ming. Aleksandr 8 ming. Aleksandr Miramra bu? Ha, yo'q, Aleksandr. Aleksandrda o'zi. Necha pul? 8 ming 8 ming beryapti. so'm. Bular kattalarchi? Bular kattalar 30 ming beryapti. Kattalar 30 ming. Shu nima ham sizdanmi? Shiflera necha pul? Shiflera og'iri 15 ming beryapti. Shiflerani oxiri 15 ming so'm qilib beriladi. Ona mehrichi? Malachay. Malachay 15 ming beryapti. Malachay. Adres qayerda Bebozor kuni? Teplitsa. Bebozor kuni Ko'makayda. Ko'makayda telefon. Telefon nomer 94lik 94 kod bilan 150 150 71 79. 71 79 raqamlarga aloqa chiqishlar mumkin. Dehqonlaridan ekan. Narxlardan ham ma'lum bo'lib turibdi. Jahon bozoridan video obzor tayyorlamoqdamiz. Ko'pchilik kommentariy yozyapti, mendan so'rashyapti, nimaga kam video chiqaryapsiz deb. Sababi ish ko'p, boshqa sohalarda ham ish yuritamiz. Blogerlik bu hobbi uchun shug'ullanamiz bu ish bilan. Shuning uchun hozir bahor mavsumi bo'lgani uchun boshqa ishlarimiz ko'p bo'lgani uchun videolarni kamroq chiqaryapmiz. Imkon qadar tomoshabinlarga yangi ma'lumotlar taqdim etishga harakat qilib boryapmiz. Malachay necha pul? Malachay 7 ming so'm. Bugnimeli ham bu aka? Necha pul bu? 8 ming Optimga teng-a, Optimga aytilyapti. Narxlar Optimga aytilyapti. Bengalar bu? Bengal necha pul? 7 ming so'm. Mana bugnimelilarchi? Boshqa narsami bu? 12 ming so'm. Adres qayerda bo'ladi aka Bebozor kuni? Yo'q. Shu Andijon viloyati Ko'makayda. Nomer berasizmi? Optim oluvchilarga. Nech? Xo'p. O'zimga aloqaga chiqasizlar, bo'lmasa o'zim uchrashtirib qo'yaman yuzma-yuz optimchilarga savdo qilishar ekan. Tomonga o'tamiz. Geranlar nihoyatda ko'p ekan bu yerda. Nech pul berdingiz aka? 11 ming? 11 ming so'm Optimga berilyapti. Geranlar. Va yana geranlar. Egasi yo'q ekan bu pullarni. Desam, egasi sizdanmi aka? Egasi bor ekan. Avkari nechi pul? Avkari 50 ming so'm. Narxlar nisbatan ancha arzon. Fikuschi 15 ming.
Xohlasa bitta, xohlasa 10 ta sotaman deyapti bu akamiz. Gullar turlari ko'p ekan. Nech malachay nech pul ekan aka? Bizda 6000. 6000. Kattasi-chi? 10000. 10 dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Yo'q. Yo'qsa nima qiladi? Endi foydagarlar ham ko'p-da. Sheflerachi? Shiflari 5000. Sheflera 5. Unisi ham 5 mi? Unisi 6000. Unisi ham 6000. Ko'proq olsa uni ham 5 qilib beraverasiz aka. Kelishamiz. Ko'p olish kerak. Nariga nimalarchi malachaylar? Bular 10000. Bular 10 ming so'm. Bular Bular 5000. bular 5000. Haligi hammasi 5 so'm degan do'konlar bo'ladi. Shuni singari ekan akamizdan aksiya bo'lib ketganlar ekan. Mana Dayson ko'ramiz. nima nomi nima aka buni? Fizonia. Fizonia nech pul bu? 3000. Bu 3000 so'm. Mashaalloh. Nomer bering aka nasherlariga. Yana biz so'ramay qolgan gullar bo'lsa 95 kodi bilan 810 0020 Telegram bor. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Endi bu akamiz gullardan davom etamiz. Balzamin nech pul aka? 10 ming aka. Balzamin 10 ming. Bu nima? Peperonami? Nech pul? 7 ming. 7000 so'm. Bu-chi? Bu 15 ming. Begoniyami bunmi? Mason. Mason aka. Mason. Bularchi? Bularni 10 mingdan bo'ladi. 10 ming. Dehqonchilikmi aka? Mason. Dehqonchiligi? Nomer berasizmi? Nomer berasizmi? Nechi? 95lik 95 kod bilan 398 398 1220. 02 1222 raqamlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Davom etamiz. Mana shu yerda atirgullar. Bu aka. Atirgul bilan shug'ullanadigan akalarimiz. Ishga davrat 300 ga davr g'unchalab ochilaveradi. Nech pul ekan aka shu gollandiya? 18 ming so'm. Bu oddiylari qaysi bularmi? 6000 so'm. Oddiylari 6 ming. Pastayaning atirgul bilan shug'ullanasizlar ko'proq. O'tgan yili bahorda ko'rgan edim bu akalarni. Ha, bo'ldi. Aka atirgul bo'yicha aloqaga chiqish orzusidan o'ptimchilar. Nomer bering. 88 276 36 raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Gullarning turi ko'p ekan, bitta so'rab o'tirmadim. Qiziqtirgan gullarni so'rab bilib xarid qilishinglar mumkin. Shtampoviy sizdami? Nech pul bu? Shtampovilar 100 ming so'm qilib beriladi. Optimga endi kamini qilib berasiz-da aka? Optimga kamini qilib berishadi. Shu dekorativ gullarni akamiz keldi, egalari chekkaga borib o'tirishyapti. Yaxshi gullari bor ekan. Sizdanmi aka? Qo'shaymi? Ha, beli archa nech pul aka? 1 milyon 500 ming. Beli-ya bu? 1 milyon 200 ming 500 mi? Kichikroqlari 5. Mana boshqacharoq ekan bu. Sorti boshqami ekan oladi? Yo'q, sorti bitta. O'sha Qirg'iziston. Narxlar nech pul bo'ladi? Bu nivellar 40 ming so'm, 60 ming so'm. Avkuba nech pul? Shu Avkubani ko'p so'rashyapti. Avkubalar 400 ming. Magnolia ham mana? Rhododendron nech pul? 550 ming so'm. Nimachi Eron? Eronlarda 200. Bravolar 200 ming so'm beriladi. O chekadaglar Bengalmi kattalar? Magnolia nech pul? 4 kishi biz 4. 650 mingligi var. Razmeriga qarab, razmerlarga qarab berishadi. Xo'p, Liratachi? Zarda 15 ming lira. Liratalar 15 ming so'm. Bu nima nomi? Bargi tomosha. Nech pul bular? Bitta sotdim unda. Ularni aka 5 ming dedi. 5 ming so'm. Mana gullar sotilganmi? Yo'q, ular Nech puldan berdingiz shularni aka? 40 ming so'm. Nomer bering YouTube'ga aka. 97. 97 lik kod bilan 989 989 15 raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Bu barbarismi? Patini nech pul bu? 80 ming so'm.
Barbar izlama. Moya? Ha, Nech barbar. nech pul bu? O kattalari 300 ming so'm. Kichkinalari mana ola 200 ming. Jindidan kamzoq. Bitta hammasi aka hozirgi nomerga. Oybe nima bor de? Zayli nech pul Abdulloh? Azar 280. 280 ming. Ukalarimiz oldingi safar Tbilisidan chiqargan edik shu gullar. Buchi 60 ming. 60 ming. Hali 2 qavatligidan bormi, tugadimi? Ha, bor ekan. Nech pul beryapsizmi? 65 ming. 65 ming. Zamiyani qorasichi? Kattasi 100 ming, kichigi 75 ming. Kattasi 100 ming, kichigi 75 ming. Bularchi? 35 ming. 30 narxlar. Shu arzon qilib yuboryapsiz. Bularchi? 85 ming. 85 ming so'm. Gullar. Gullar. 130 430. 230 430 ming. Nimalaringiz bor yana Abdulloh? Gardeniya nech puli? 70 ming so'm. Hali nimasidan tugab qoldimi, bormi? Mandaringa o'xshagan narsa bor-ku. Tugadimi? Nomerni aytib qo'yaring-da uka. 97lik 901 70 05 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p. Livatasizdanmi? Nech pul? 100 ming. Narxlar arzon. Sizlardan ajoyib. Bu nima ham? 10 ming. Bularchi? Bular 8 ming. 8 ming. Benjamin. Benjamin 25 ming. Oqbahligi. 25 ming oqbahligi. Boshqachasi ham bor. Ha, yashili bo'ladi. Yashili nech pul? Bular ham 25 ming. Bular ham 25 ming so'm. Yana nimalarimiz qolib ketdi? Miramirning mana Aleksandr. Aleksandr 10 ming. Aleksandr 10 ming. Bu nima edi? Kadrina 17 ming. Kardileniya 17 ming. Geranchi. Geranlar 5 ming. Hazlashmang. Bilbonqsa tugab qoldi demaysizmi? Optimga davom etaman. Yaxshi, Optimga ham-da 5 ming so'm sizdan eshityapman. 12 ming, 11 ming deyish chekili eng arzoni. 5 ming aka. Sheflerachi? 7 ming so'm. 7 ming jan. Mushkambar. Mushkambar 7 ming. Ona mehrichi? Ona mehri kichkinasi uni beri 12 8 ming so'm. Bunami? Ha, 8 ming. Kattasi? Kattasi 15 ming. Manzilingiz qanday edi bebozor kuni? Tbilisiz? Ko'maklaydi. Ko'makaydasan, ko'makaydamiz. Nomer 99 99 935 935 1451. 1451 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Peperoma 8 ming. 8 ming. Narigi nima unavi? 7 ming. Stand-up. Stand-upsiz. Endi ko'ryapman buni. Rangi boshqacharoq ekan. Ha, ochroq. Mana bu nimalarning kattasi nechta? 400 ming. 400 ming so'm. 8 ming. 8 ming. Fikus. 10 ming. Fikuslar 10 mingdan. Bunisi 15 ming tapoy, bunisi 20 ming so'm. 20 ming so'm. Bunisi 15 ming. Nomer bering bunga. Bobur nomeringlar 99 837 7949 raqamlarga aloqa qilishgan. Shu joyda fikus juda ko'p tushirib qo'yishgan ekan, ko'rib qoldim. Nech puldan akam kattalari? 55 ming, 50 ming berdingizmi? 50 ming berdim. Maydaroqlarichi bular aka? 15 mingdan tortib ketaveradi. 15 mingdan tortib ketaveradi. Fikus seropa aka ko'proq so'raganga. Manzil qada? Uyshun, ko'makay Uyshun. Nomer berasizmi YouTube'ga? 90 kod bilan 765 08 60 raqamlarga aloqa chiqishgan. Aka balzamin sizdanmi? Nech puldan ekan bular aka? 15 ta. Bu balzamin nech pul? 15 ming so'm. Sizdanmi? Yo'q. Kelingiz gapirib qo'ying. 15 ming. 15 ming. Nimachi? 35 ming. Gartensiya. Gartensiya 35 ming so'm. Chi? 18 ming. Imperatorchi? Imperator 18 ming. Imperator 18 ming so'm. Nima palmani nech pul beryapsiz? Palma 70 ming. Palmalar 70 ming so'm. Boshqachalari ham bormi? Magneliya, Yo'q, faqat shu kanal. kanaysa. Nomer bering ikkoviga bitta qilib. 90 ming. 90 lik kod bilan 933 933 23 25. 23 25 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.